energiyaligini siz nima qilishingiz kerak? His qilib turishingiz kerak. Bilasizmi nima? Ko'pchilik orzu qilishadi, hamma narsani joyi-joyida deyilgan, lekin ular o'sha joyda to'xtab qolishadi. Hozir biz keyingi etapiga o'tishni boshladik-da, ya'ni sizni orzularingizda sizni resursda ushlab turadigan ma'lumotlar bilan siz bilan bo'lishmoqchiman. Demak, nima asosiy ahamiyatga ega? Bizni doimo energiyada bo'lishimiz. Energiya degani bu harakat degani. Ya'ni hayot bu energiya, hayot bu harakat. Ya'ni orzular bu harakat. Harakat deganda men sizga nimagadir kurashib intilish emas, shunchaki to'xtamasdan harakat qilish. Shunchaki kichik harakat qilaverasiz, nima qilasiz? Natijasini o'ylamasdan. Endi qarang. Biz harakatni boshlagan paytimizda, men birinchi darslarimda ham aytganman, unga teng ravishda bizda nimalar paydo bo'ladi? Qarshiliklar paydo bo'ladi. To'g'rimi? Siz energiyaga to'lib, siz pozitivlikka to'lib nimagadir harakat qilayotgan paytingizda sizni xuddi o'sha harakatingizga teng ravishda undan to'xtatadigan hodisalar chiqishni boshlaydi. Undan to'xtatadigan voqealar chiqishni boshlaydi. Undan to'xtatadigan insonlar oldingizdan chiqishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? Va sizda avtomatik ikkilanish paydo bo'ladi. Siz o'sha paytda unutmasligingiz kerakda, nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizni vazifangiz shunchaki harakat qilish. Masalan, sizga bitta voqea aytib beraman. Men o'qishga kirmoqchi bo'lgan paytimda, bu avval bo'lgan voqea-yu, lekin sizga juda hozir vaziyatingizga qo'l keladigan. Ximiya, biologiya fanidan nima qilganman? Imtihonga tayyorlanganman. Ya'ni institutga, farmatsevtika institutiga kirish uchun menda ximiya, biologiyadan tayyorlanishim kerak bo'lgan. Tabiiyki, men gumanitar fanlarni yaxshi ko'rardim, ya'ni adabiyot, ona tili, tarix fanlarini yaxshi ko'rardim-da. Aniq fanlarga yoqtirmasdim. Menga ko'proq ijod qilish, shunaqa narsa, she'r yozish yoqardi va majbur bo'lganman. Jurnalistikaga kirishga qo'yishmagan uydagilar, majbur bo'lganman. Shu oq xalat kiyishni yoqtirardim. Farmatsevtika sohasi yoqgan. Yo'q. Birinchi o'zi umuman vrach bo'lmoqchi bo'lganman, lekin bilimimni ko'rib o'qituvchim bu farmatsevtikaga topshirsalar bilimlari yetadi deb shunaqa maslahat bergandilar-da. Dalshi men o'qishga tayyorlanishni boshladim. Ya'ni 1 yil vaqtim bor. 1 yil tayyorlanishim kerak 11-sinfda. Ya'ni 10 oymi shunaqaga to'g'ri keladi. Tayyorlanishim kerak va o'sha muddatda kirishim kerak o'qishga. Kirishim kerak deb qaror qildim. Judayam ko'p o'qishim kerakligini tushundim va borgan paytimda ximiyadan bilimim 0 ekanligini bildimda. Qaror qildim, bo'ldi, shunda o'qiyman dedim. Menda birinchi qarshilik kelib chiqdi. O'qituvchimning yoniga borganimdan keyin menda ximiyadan 0 edi. Ya'ni birinchi bilim 0 ga teng bo'lgan. O'qituvchi mendan kutgan bilim 0 ga teng bo'lgan. Ya'ni men qaror qildim, bordim, kiraman deb, xuddi shunga teng qarshilik kelib chiqdi. Ya'ni meni bilimim 0 ga tengligi aniqlandi. Bu bir. Mayli, 0 dan o'rgatishga tayyor bo'ldilar. Juda ham bilimi va o'rgatish qobiliyati, pedagogik qobiliyati juda ham zo'r o'qituvchi edilar. O'rgatishga qaror qildilar. Endi darsga kirishib, qatnashni boshlaganimdan keyin 0 dan bo'lsa ham men o'qishga qaror qildim. 0 dan bo'lsa ham o'qituvchi o'rgatishga qaror qildilar. Undan keyin borganimdan keyin boshqa xuddi shu meni xohishimga teng ikkinchi qarshilik kelib chiqdi. Bu qaysi edi? Bu men borgan guruhda 2 yildan beri, 3 yildan beri tayyorlanayotgan o'quvchilar bor edi va ular juda zo'r bilardi. Men endi formula nimaligini,
man endi qanday qilib tenglama bo'ladi-ku, x teng mana shunga, shuni yechish kerakligini o'rganayotgan paytimda ular o'qituvchi bilan tengma-teng yechishardi. O'qituvchi bilan bilimi tenglashardi. O'qituvchi yecholmayotgan masalalarni ximiyadan ular yechishardi. Nima paydo bo'ldi? Manda qo'rquv paydo bo'ldi o'sha paytda. Qarang, qancha xohishim kuchli, lekin shunga teng ravishda manda yana bitta nima to'siq paydo bo'ldi. Tushunyapsizmi? O'sha paytda men ko'rib o'ylanib qoldim. Men nimaga qarab shu darajada ishonch bildirdim? Nimaga qarab kiraman dedim? Hali-ku menda bitta guruhda shuncha, masalan 10 ta abituriyentlar bo'lsa, 10 tani ichida mendan kuchlilar 7 ta ekan. Endi butun respublikada bunaqalar nechta bo'ladi degan xayol ketdi va o'sha joyda avtomatik yana nima bo'ldi? Qarshilikka teng ravishda menda ikkilanish paydo bo'ldi. Buni nima uchun aytayotganligimni hozir sizga tushuntiraman. Kayfiyatim yo'q bo'lib qaytib keldim. Albatta buni ochiqdan ochiq bildirish bizda sizni eshitadigan odam bo'lmasdi, ya'ni mani eshitadigan tayyorlanish kerak. Ota-onamiz etak pulni qiynalib topib beradi o'qituvchiga va dardingizni ayta olmaysizda. Biza o'zaro dugonalar, o'rtoqlar gaplashardik. Men shunchalik bildim, men juda ham orqadaligimni-da. Shunda o'qituvchim sezib qoldi, ikkinchi marta ham uchinchi marta borishimda, nega siz shoshib qolyapsiz, nega o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yo'q, nega bilgan narsangizni ham ikkilanib gapiryapsiz deb so'radilar-da, javob qaytara olmadim. Ya'ni shunchalik o'zimni kuchsiz his qilyapmanki, aytishga ham ravo ko'rmayapman-da. Keyin o'sha payti menga bitta gap aytib o'tdilar-da, siz esingizdan chiqarmang, bilish boshqa, bilim boshqa, uni qo'llay olish kerakli joyda boshqa degandi. Keyinchalik men shuni tushunsam, aytdilarki, sizni vazifangiz agar u unaqa, bu bunaqa degan xayolga ketaversa, siz o'zingizdan kuchlilarni ko'rib, ularni tahlil qilishga ketaversangiz, siz avtomatik qo'rqasiz, biladigan narsangizni ham ayta olmaysiz-da. Sizni vazifangiz shunchaki men o'rgatayotgan narsani o'rganish va keyingi safarda kelib o'shani aytib berish dedilar. Mendagi teng bilimda bo'lishingiz qiziqmas dedilar-da. Menga shunchaki ekzamenda 36 ta testni yechib berishingiz qiziq va men sizni 10 oyda shunga tayyorlayman. Siz unuting o'zingizdan boshqa kuchlilar borligini. Shu narsa esimda qolgan. Buni hozir sizga nima ahamiyatli joyi bor? Ya'ni sizni birorta orzuyingizga erishishingiz uchun kimdir sizga aytsa, men 10 yildan beri harakat qilganman, lekin o'xshamagan, saniki o'xshamaydi desa, yoki shu xom xayollarga ishonib yuribsanmi desa, yoki o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda sizni xohishingizga teng ravishda to'sqinliklar kelib chiqsa, siz ularga ishonmang. Nimaga ishoning? Siz shunchaki hayot bu energiyaligiga va shunchaki harakat qilishingiz kerakligiga ishoning. Ya'ni nima bo'lsa ham shunga erishaman deb emas, kichkina o'zingizga yoqadigan harakatlarni qilaverishga va tajribali insonlarni sizga uqtirishlariga ishonmang-da. Men shuncha qildim, o'xshamagan, sanda ham o'xshamaydi deyish. Menga o'sha paytda aytishgan, nechta yechgansiz desam, mana shuncha chiqqan. U payti juda ham kuchli bor edi, hamma kuchlilar bo'lgan. Men
qoyillatib yechardim, nohaqlik bo'lgan, nimadir bo'lgan aytardida, tushunyapsizmi? Gap bilimda bo'lmas ekan. Men shuni bildimda, sizni qanchalik zo'r bilishingizda bo'lmas ekan. Gap sizni qay darajada xohlashingizda bo'lar ekan. Xohish albatta sizdagi energiyani keltirib chiqaradi. Siz kimnidir gapi uchun o'xshamas ekan, bo'lmas ekan degan gaplariga ishonish uchun bularni qilmagansiz. Sizni aqlga kirgazib qo'yish uchun bu kursga kelmagansiz. Siz shunchaki o'zingizni qilgan orzuyingizga ishonib, unga harakat qilish uchun yig'ilgansiz. Bizda ko'pincha sizga telba sifatida qarashlari, ko'zingni kattaroq och deyishlari mumkinda. Bu jamiyatni juda sizu bizga singdirgan iqrorliklar aslida. Sizni vazifangiz ularga ishonmasdan eslab qolingda, o'sha payt kimdir nimadir deb aytdimi yoki o'zingizdan kuchlilarni ko'rdingizmi? IELTSga topshirmoqchi bo'lganlar bor orangizda, o'qishga topshirmoqchi bo'lganlar kirganini ham eshitdim. Shunaqa paytlarda yo boshqa holatlarda ko'rdingiz, sizdan kuchlilar bor ekan. Siz o'sha payt birinchi qonunni eslang. To'xtamoqchimisiz? Yo'q, to'xta Zulfiya. Hayot bu energiya-ku. Orzu ya'ni bu energiya. Energiya bu harakat degani. Shunchaki men harakatni qilaveray, xohishim bor-ku, aniq bilaman-ku shu orzum ushalishi kerakligini. Men shunchaki harakatimni qilaveray, u yog'i o'z-o'zidan hal bo'ladi. Haqiqatdan ham shunaqa ekan. O'z-o'zidan hal bo'lar ekan. Shu gaplaridan keyin menda haqiqatdan ham ishonch paydo bo'lganda ustozimni, keyin tayyorgarlik qilishni boshlaganman. Bir kunda agar 10 ta misol yechishga berilsa, 10 tani qo'limdan kelgancha yechib kelaverardim. Qo'limdan kelmaganlariga so'roq qo'yib kelardim. Ya'ni butunlay o'zimni orzuyim nima, xohishim nima deb so'raganman. Kirishmi o'qishga bo'ldi. Xohishim boshqalar bilan o'zimni solishtirish va ularni zo'rligini bilib o'zimni hech narsaga qodir emasligimni, ularni oldida bilimsiz ekanligimni bilish emas-ku. Xohishim shunchaki o'qishga kirish. Mendan nima talab qilinadi?